Go'zallik soati haqida eshitganmisiz? Agar eshitmagan bo'lsangiz, tushuntiraman. Siz esa kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Biron bir inson yo'qki, ayniqsa ayol zoti yo'qki, yoshroq ko'rinsam, chiroyliroq bo'lsam, yuzlarim tiniq bo'lsa, kelin olganimda ham kelinlarim bilan dugonadek bo'lib yursam, chopqillab yurib, katta keksa yoshga yetganimda ham hech kimga muhtoj bo'lmasam deb o'ylamaydigan. Shaxsan o'zim ham shunaqa orzu qilaman. Bunaqa bo'lishni kalitlari juda ham, sirlari ham juda ham ko'p. Men bu sirlardan bittasi bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Bu go'zallik soati. Bu nima demoqchimisizlar? Bu uyqu. Ha, noto'g'ri eshitmadinglar. Bu uyqu. 23:00 dan soat 2:00 gacha bo'lgan bizani chuqur uyqudagi vaqtimizda bizani qonimizga melatonin gormoni chiqadi va bu bizani yoshartiradi. O'smirlar uchun bu o'sish gormoni bo'lsa, biz yoshdagilar uchun esa yosharish gormoni hisoblanadi. Agar 23:00 da biz chuqur uyquda bo'lsak, organizm o'zini o'zi tozalaydi, yosharadi, miya tozalanadi, jigar o'zini tozalaydi. Organizmda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ladi va biz yosh, go'zal bo'lamiz. Har doim vaqtida uxlaydigan insonlar boshqalarga qaraganda yoshroq, sokinroq, sog'lomroq bo'lishadi. Agar kech uxlab, kech uyg'onsak, biz o'zimiz yoshimizga nisbatan ertaroq qarishimiz mumkin. Mana shunday ekan, biz iloji boricha ertaroq uxlashga harakat qilishimiz kerak. 23:00 da iloji boricha chuqur uyquda bo'ling.